بردم و بردم بلب استقام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. Aziz vatandaşlar ve radyo işleyen dostlar, assalomu alaykum ve rahmetullohi ve barakatuh. Xabarlar barnomasida xoş geldingizlar. Bugün çarşamba 19-yil Qavs oyining 26-si bu yer Mazori Sharif shahri Balx milliy radiosi. Bu soat xabarlar men bilan Isoxon Amiri. Bismillahirrahmanirrahim. Afg'on Amerika sarmoyaguzorlik o'toqni buyrug'i hamroh ayadlari bilan Balx viloyatini xususiy sektorini rasmiylari bilan ko'rishgan. Ushbu ko'rishda ikki taraf tijorati ravobitni ko'p bo'lganida, qiyinchiliklarni rafida va tijorlarda suhulat ijod bo'lganida bahs etgan. Balx viloyatining sarmoyaguzorlik o'toqni buyrug'i Harun Rashid Qozizoda aytishicha, ushbu masalani anjom bo'lishini muassir naqsh tijoratni ko'p bo'lganida, sodirotni ko'p bo'lganida va mintaqaning iqtisodini taqviyatiga bor degan. مهم موضوعات زموږ د بحث د چابهار بندر د تحریمونو لري کول و چې د دوی په واسطه باندې او د دوی په همکاري سره وکولې شو. د امریکا حکومت د تقانی کو چې د چابهار بندر نه دغه تحریمونه د اوس د موقت لپاره لري شوی دا په دایمي ډول باندې سره څنګه لري کولې شو، څنګه د دوی حکومتونه قانوني کولې شو. د دې ترڅنګ په چابهار بندر کې نور سہولتونه ایجادول دي چې په مشترک ډول باندې هغه تاجران چې دلته سرمایه‌گذاری غواړي هغوی دې ته تشویق کو او هغوی ته زمینه مساعده کو. Qozizoda janoblari hamchinon izofa etganki, Afg'on Amerika xususiy sektoridan xohlagan to Afg'onistonda sarmoyaguzorlik etsa. په فبرवरी میاشت کې په دوبۍ کې یو کانفرنس راغوښتل شوی او په هغه کانفرنس کې بعد د نړیوال بانکونو او د افغانستان خصوصي بانکونو د ډاب سره اشتراک کوي چې په هغه کې به ان شاء الله دوی کوشش کوي چې یو توافق ته سره ورسیږي او د افغانستان کرسپنډنټ بانکونه زیات شي. درېمه موضوع مو د امریکایي سکتور خصوصي دعوت و افغانستان ته چې په افغانستان کې په ماینز یا په معادنو کې او په نورو بخښونو کې دلته سرمایه‌گذاري وکړي سره او د افغانستان سره یا د افغانستان تاجرانو سره په ګډه سره دلته مشترک اینویستمنت لار اول. Shu holda Balx viloyatining bir milliy tijorlaridan Mustafa Mo'mand aytishicha, Afg'oniston jahonda bir mustaqil o'lka deb har boshqa o'lka bilan tijorati ravobitni barqaror eta oladi degan. ما کشور مستقل هستیم، تجارت ما هم الحمدلله فعلا به درستی روان است. ما میخوایم از این که بهتر شود. خب بازم که آمدن که هر دوست تجارتی که در کشور افغانستان میاد در سکتور خصوصی یک تاثیرات خوب خود می داشته باشه. Ismatullo Ishoqzai yana bir kishi tijorlardan aytishicha, Afg'oniston siyosiy sabotiga yetishgan va boyat talosh bo'lsa to iqtisodiy savodga ham yetishsa. Ularning aytishicha, Chobhor bandari iqtisodni rushdiga va tijorati ravobitni ko'p bo'lganida yaxshi yo'l degan. کچيري سیاسي ثبات افغانستان رسیدلی دی باید اقتصادي ثبات ته هم ورسیږي. نو په دغه اساس باندې د چابهار بندر یو ښه بدیل دی. موږ ته د اړیکو ته روابط ته باید لا وده ورکول سي چې موږ وکولای شو چې د افغانستان او دغه د منطقې په سطح باندې د چاره حیثیت ولرو. Aytilishicha, Jahon bankni ravobiti ko'p bo'lganida, tranziti suhulat ijod bo'lganida va tijoriy ravobitni ko'p bo'lgani o'lkalarni iqtisodiy rishtini muhim omilidan matrah bo'lgan. Va boshqa xabar bu-ki, Amr bil ma'ruf va nahy anil munkarning qonun tanfiz qo'mitasi Balx bilim yurtisida yo'l taylandi. Ushbu o'ltirishda ushbu qo'mita a'zosining huzuri bor edi. Marosim Qur'oni Karim oyati bilan boshlandi. Undan nari Balx bilim yurtining buyrug'i Shayxul Hadis val Qur'on Muhammad Sayyid Oshimi Amr bil ma'ruf va nahy anil munkarning qonunini tatbiq bo'lganini ushbu nihodni barcha baxshlarida ta'kid etgan. Marosim edomasida Amr bil ma'ruf va nahy anil munkarning qonun tanfiz qo'mitasi muhim mavzularni ustida lozim tasmimlarni olganki, shomili bilim yurti rasmiylarini siyrat va suratidan nazorat etish, muayyan zamonida jamoat namozida hozir bo'lmoq va Oliy qadr Amirul Mu'minin Hafizahullohning darslarida ehtimom etgan bo'ladi degan. Marosim oxirida xayr duo bilan tamom bo'lgan va bu ham bir xabari varzishi. Gurash musobaqalari 90 varzishkorni o'rtasida Balx viloyatining Chorburak voleybolisida barguzor bo'lgan. Ushbu musobaqa
musobaqasi Balx viloyatining Go'rash federatsioni tomonidan barguzor bo'lgan edi. Go'rash musobaqalari 90 varzishkorning o'rtasida Balx viloyatining Chorbolak velosipedida barguzor bo'lgan. Ushbu musobaqasi Balx viloyatining Tarbiyat badani riyosatining Go'rash federatsioni tomonidan Chorbolak velosipedida bir kechada yo'l taylangan edi. Ushbu musobaqaning natijasida 10 jo'ra masoviy etib 35 jo'ra ham hariflaridan yutib qahramonlik unvonida qo'lga olgan. Ushbu musobaqalarni yo'l taylash hadafi Go'rash varzishni rushd va tarviji unvon bo'lgan va raqobatning oxirida bartar varzishkorlarda javoiz berilgan. Ushbu soat yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Har birlaringizni Alloh mutolga topshiraman. Yana ko'rishguncha xayr, sog', amon qolinglar. Birdam و bardam bo'lib istiqom Afg'oniston, fath و ظفر انقلاب سلام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان.